Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun juda muhim, hayotiy zarur mavzu haqida so'z yuritamiz. Men sizlarga to'g'ridan-to'g'ri bir muammoga ishora qilib murojaat qilaman. 1 maydan boshlab mamlakatimizda pensiya tizimida juda katta o'zgarishlar kuchga kiradi. Va bu har bir pensiya oluvchiga, shuningdek, yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan barcha fuqarolarga bevosita ta'sir qiladi. Bu shunchaki kichik tuzatishlar emas, bu yangi qoidalar majmuasi bo'lib, unga tayyor bo'lishingiz shart. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishingiz yoki muhim imtiyozlarni qo'ldan boy berishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizga ko'proq odamlarga yordam berishimizga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avval qanday edi va endi nima o'zgaradi? Bilasizki, pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashtiriladi. Lekin ba'zida bu takomillashtirishlar shunchalik global bo'ladiki, ular odatdagi tartiblarni butunlay o'zgartirib yuboradi. Ilgari pensiya ta'minoti asosan an'anaviy usullar orqali, ya'ni pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilish, hujjatlarni qog'ozda topshirish va navbat kutish orqali amalga oshirilardi. Ko'pgina hollarda ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanmasdi va fuqarolar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarida yuzaga kelgan o'zgarishlar, masalan, yashash joyining o'zgarishi, nogironlik guruhining o'zgarishi yoki boshqa moddiy ahvolga ta'sir qiluvchi holatlar haqida pensiya jamg'armasini mustaqil ravishda xabardor qilishlari kerak edi. Bu jarayon vaqt talab qiladigan va ko'pincha murakkab byurokratik bosqichlardan iborat edi. Ayniqsa, qo'shimcha imtiyozlar yoki ijtimoiy nafaqalar olish uchun ariza topshirish uzoq davom etadigan tekshiruvlar va tasdiqlovchi hujjatlar yig'ishni talab qilardi. Ko'pincha pensionerlar qaysi imtiyozlarga haqli ekanliklarini bilmasdilar va bu imkoniyatlarni qo'ldan boy berishardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. 1 maydan boshlab pensiya ta'minotida yangi, yanada shaffof va raqamlashtirilgan tizim joriy etilmoqda. Asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Birinchidan, pensiya ma'lumotlarini raqamli verifikatsiya qilishning majburiy mexanizmi ishga tushiriladi. Bu shuni anglatadiki, sizning pensiyangizga ta'sir qiluvchi barcha ma'lumotlar, masalan, yashash joyi, oilaviy ahvolingiz, sizning hisobingizga kelib tushadigan boshqa daromadlar yoki nafaqalar davlat organlarining yagona elektron bazalari orqali avtomatik ravishda tekshiriladi va yangilanadi. Ikkinchidan, muhtoj pensionerlar uchun yangi maqsadli ijtimoiy qo'shimcha to'lovlar va nafaqalar joriy etilmoqda. Lekin bu nafaqalarni olish uchun endi avvalgidek kutib o'tirish emas, balki faol ravishda murojaat qilish talab etiladi. Uchinchidan, ba'zi pensiya turlarining hisoblash metodikasida sezilarli o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Bu asosan mehnat stajiga va o'rtacha ish haqiga bog'liq bo'lgan pensiya miqdorlariga ta'sir qiladi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiya tizimini adolatliroq, shaffofroq qilish va resurslarni eng muhtojlarga samarali yo'naltirishdan iborat. Bu juda muhim qadam, ammo u sizdan ham o'ziga xos harakatlarni talab qiladi. Keling, birinchi asosiy qismga o'tamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Birinchidan, raqamli verifikatsiya. Kim xavotir olishi kerak? Aslida har bir pensiya oluvchi ushbu jarayondan o'tishi kerak. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda, masalan, ism sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz yoki yashash manzilingizda so'nggi bir necha yil ichida o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa-yu, siz pensiya jamg'armasini bu haqda rasman xabardor qilmagan bo'lsangiz, demak sizning ma'lumotlaringiz elektron bazalardagi ma'lumotlarga mos kelmasligi mumkin. Bunday holda sizning pensiya to'lovlaringiz vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi ehtimoli mavjud. Masalan, tasavvur qiling, Gulnora opa 2012-yilda turmushga chiqib, familiyasini o'zgartirgan. Lekin pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermagan. Uning pasport ma'lumotlari yangi, ammo jamg'armadagi ma'lumotlar eski familiyada qolib ketgan. 1 maydan keyin tizim bu nomuvofiqlikni aniqlab, Gulnora opaning pensiya to'lovlarini avtomatik tekshiruvdan o'tkazadi. Agar bu holat tasdiqlanmasa, pensiya to'lovi vaqtinchalik muzlatilishi mumkin. Bunday holatda Gulnora opaning pensiya jamg'armasiga yangi hujjatlarni taqdim etishi shart bo'ladi. Yoki boshqa bir misol. Anvar aka Qashqadaryo viloyati ro'yxatdan o'tgan bo'lib, pensiya oladi. Lekin aslida so'nggi 3 yildan buyon Toshkent shahrida yashaydi va vaqtincha turar joyda ro'yxatdan o'tgan. U pensiya jamg'armasiga yashash joyi
o'zgargani haqida xabar bermagan. Yangi tizim Anvar akaning ro'yxatdan o'tgan manzili va uning hozirgi yashash joyi haqidagi ma'lumotlar o'rtasida nomuvofiqlikni aniqlaydi. Bu ham pensiya to'lovlarining vaqtincha to'xtatilishiga yoki to'liq verifikatsiya talab qilinishiga olib kelishi mumkin. Sababi ba'zi hududiy qo'shimchalar yoki imtiyozlar aynan ro'yxatdan o'tgan yashash joyiga bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday holatda Anvar aka o'zining doimiy yashash joyini yangilashi yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, vaqtincha yashash joyi haqida rasmiy ma'lumot berish kerak. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri bo'lsa, siz so'nggi yillarda hech qanday shaxsiy ma'lumotlaringizni o'zgartirmagan bo'lsangiz va barcha kerakli hujjatlar pensiya jamg'armasida yangilangan bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Tizim sizning ma'lumotlaringizni avtomatik ravishda tekshiradi va hech qanday muammosiz pensiyangizni olishda davom etasiz. Lekin baribir ehtiyot shart. Barcha hujjatlaringizning tartibda ekanligiga ishonch hosil qiling. Ikkinchidan, yangi ijtimoiy qo'shimcha to'lovlar va nafaqalar. Kim xavotir olishi kerak? Bu yerda xavotir degan so'zdan ko'ra e'tibor qaratish so'zi ko'proq mos keladi. Chunki bu o'zgarishlar sizga qo'shimcha moliyaviy yordam olish imkoniyatini berishi mumkin. Yangi nafaqalar bir nechta kategoriyadagi pensionerlar uchun mo'ljallangan. Masalan, yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar uchun, surunkali kasalliklarga chalingan va doimiy parvarishga muhtoj bo'lganlar uchun, shuningdek, vasiyligida voyaga yetmagan farzandlar yoki nogironligi bo'lgan qarindoshlari bor pensionerlar uchun. Misol uchun Zuhra buvi 80 yoshda. U yolg'iz yashaydi va farzandlari uzoqda. Uning daromadi faqat pensiyadan iborat. Ilgari u o'zining yolg'izlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar to'plamini yig'ib pensiya jamg'armasiga topshirishi kerak edi. Ammo ko'pchilik bu qog'ozbozliklardan charchab, hatto bunday imkoniyat borligini bilmasdi ham. Endi esa yangi qoidalar doirasida. Agar Zuhra buvining oilaviy ahvoli va yashash sharoiti haqidagi ma'lumotlar davlatning elektron bazalarida, masalan, FADEGA yoki mahalla axborot tizimlarida tasdiqlansa, u yangi yolg'iz keksalar uchun mo'ljallangan qo'shimcha nafaqaga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu nafaqa pensiya miqdoriga 500 million so'm qo'shimcha bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun murojaat qilish shart. Yana bir misol. Karim aka 65 yoshda, uning nogiron farzandi bor. Farzandi bilan birga yashaydi. Ilgari Karim akaga farzandining nogironligi sababli biron-bir qo'shimcha imtiyoz berilmas edi. Yangi qoidalar esa nogironligi bo'lgan oila a'zosini parvarish qilayotgan pensionerlar uchun maxsus qo'shimcha to'lovni nazarda tutadi. Karim aka bu nafaqani olish uchun pensiya jamg'armasiga farzandining nogironligi haqidagi hujjatlarni va ular birga yashashini tasdiqlovchi ma'lumotlarni taqdim etish kerak. Bu nafaqa uning oilasiga har oyda 350 ming so'm qo'shimcha yordam berishi mumkin. Kimga bu yangi nafaqalar tegishli emas? Agar sizning oilaviy ahvolingiz va ijtimoiy holatingizda yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga mos keladigan hech qanday o'zgarishlar bo'lmasa yoki siz allaqachon barcha mavjud imtiyozlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, unda sizga yangi qo'shimcha nafaqalar tegishli bo'lmasligi mumkin. Biroq har doim tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Pensiya jamg'armasining veb-saytidagi shaxsiy kabinetingiz orqali yoki bevosita pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizning shaxsiy holatingiz bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin. Uchinchidan, pensiya hisoblash metodikasidagi o'zgarishlar. Bu asosan yangi pensiyaga chiqayotganlar yoki pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'lganlarga tegishli. Mehnat staji va o'rtacha ish haqi koeffitsiyentlarida ba'zi tuzatishlar bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi sohalarda og'ir mehnat sharoitlari yoki uzoq muddatli mehnat staji uchun koeffitsiyentlar oshirilishi yoki aksincha. Ba'zi qisqa muddatli ish stajlari uchun hisoblash qoidalari o'zgarishi mumkin. Bu juda individual masala, shuning uchun agar siz pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz yoki pensiyangizni qayta hisoblatmoqchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, yangi hisoblash metodikasi bo'yicha batafsil ma'lumot olishingiz shart. Misol uchun, kimdir pensiyaga chiqish arafasida turgan 50 yoshli Odil aka o'z pensiya miqdorini oldindan bilib olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Yangi hisoblash qoidalariga ko'ra, uning 40 yillik mehnat staji inobatga olgan holda ilgari kutilgan pensiya miqdoridan 15 barobar ko'proq pensiya tayinlanishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Chunki uning ishi og'ir mehnat sharoitlari kategoriyasiga kiradi. Bu kabi o'zgarishlar kutilmagan yaxshi yangiliklar olib kelishi ham mumkin.
Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi istisnolar va suv osti toshlari mavjud. Birinchidan, texnik nosozliklar. Yangi raqamli tizim ishga tushirilganda, dastlabki bosqichlarda texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zida ma'lumotlar almashinuvda kechikishlar yoki pensiya jamg'armasi bazasi bilan boshqa davlat organlari bazalari o'rtasida ma'lumotlar mos kelmasligi kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sizning familiyangizni o'zgartirganingiz haqidagi ma'lumot FHDYO bazasida mavjud bo'lsa-da, pensiya jamg'armasining tizimiga darhol yetib bormasligi mumkin. Bunday holatlarda sizning pensiya to'lovingiz kechikishi yoki noto'g'ri hisoblanishi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda xotirjamlikni saqlab qolish va pensiya jamg'armasi xodimlariga bevosita murojaat qilish juda muhim. Ular sizga ma'lumotlarni qo'lda tekshirish va tuzatishda yordam berishlari shart. Ikkinchidan, ma'lumotlarning eskirganligi. Agar sizda eski uslubdagi pasport yoki identifikatsiya kartalari bo'lsa, ulardagi ma'lumotlar zamonaviy elektron bazalarda to'liq aks etmasligi mumkin. Shuningdek, ba'zi qishloq joylarda aholi ro'yxatga olish ma'lumotlari to'liq yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bu holat ham raqamli verifikatsiya jarayonini murakkablashtirishi va qo'shimcha tekshiruvlarni talab qilishi mumkin. Misol uchun, Toshpo'lat boboning eski pasportida yozilgan tug'ilgan sanasi va yangi bazadagi sanalar o'rtasida kichik farq bor. Bu uning pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Ammo uning pensiya jamg'armasidan o'tadigan verifikatsiya jarayonini sekinlashtirishi va undan hujjatlarni yangilashni talab qilishi mumkin. Bu yerda ehtiyot bo'lish, eski hujjatlarni yangilariga almashtirish masalasini imkon qadar tezroq hal qilish kerak. Uchinchidan, ayrim ijtimoiy guruhlar uchun maxsus holatlar. Ba'zi fuqarolar, masalan, uzoq muddat xorijda ishlaganlar, chet el fuqaroligini olganlar va keyin O'zbekistonga qaytganlar yoki harbiy pensionerlar uchun yangi qoidalar biroz boshqacha tartibda qo'llanilishi mumkin. Ularning pensiya hisoblash yoki verifikatsiya jarayonlari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Agar siz shunday toifaga kiruvchi fuqaro bo'lsangiz, alohida maslahat olishingiz shart. Misol uchun, Rustam aka Germaniyada 25 yil ishlagan va u yerdagi pensiya jamg'armasiga ham badal to'lagan. Endi O'zbekistonga qaytib pensiya chiqishni rejalashtirmoqda. Yangi qoidalar uning Germaniyadagi ish stajini O'zbekiston pensiya tizimida qanday hisobga olishni belgilovchi maxsus tartiblarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu xalqaro shartnomalar yoki alohida tartiblar asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun uning ishi umumiy qoidalar doirasidan chetga chiqishi mumkin. To'rtinchidan, nafaqalarning muddatini o'tkazib yuborish. Yangi ijtimoiy qo'shimcha to'lovlar uchun murojaat qilish muddatlari belgilanishi mumkin. Agar siz belgilangan muddat ichida murojaat qilmasangiz, ma'lum bir davr uchun nafaqani ola olmasligingiz yoki uni keyinchalik olishingiz uchun yana qo'shimcha harakatlar qilishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu ayniqsa muhim. Shuning uchun pensiya jamg'armasi tomonidan beriladigan rasmiy e'lonlarni va muddat belgilangan murojaatlarni diqqat bilan kuzatib boring. Masalan, yangi yolg'iz keksa fuqarolar uchun nafaqaga murojaat qilish muddati 20 maydan 31 iyulgacha deb belgilangan bo'lsa, kimdir avgust oyida murojaat qilsa, u may, iyun-iyul oylari uchun nafaqani ola olmasligi mumkin. Yoki uni olish uchun boshqa qo'shimcha hujjatlar talab etilishi mumkin. Bu kabi muhim sanalarni hech qachon unutmaslik kerak. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Endi eng muhimiga o'tamiz, aniq qadamlar va ko'rsatmalar. Asosiy birinchi qadam, ma'lumotlaringizni tekshiring va yangilang. Asosiy qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti Pensiya.uz orqali shaxsiy kabinetga kiring. Agar sizda shaxsiy kabinet bo'lmasa, uni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida ro'yxatdan o'tib, elektron raqamli imzo eri yordamida ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Ashuk nimalarni tekshirish kerak? O'zingizning ism-sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, oilaviy ahvolingiz va mehnat stajingizga oid ma'lumotlarning pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqlik topsangiz, masalan, familiyangiz eski holatda qolib ketgan bo'lsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Aslida qanday hujjatlar kerak? Pasport yoki ID karta. Nikoh guvohnomasi agar familiya o'zgargan bo'lsa, yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma agar manzil o'zgargan bo'lsa,
va bu haqda pensiya jamg'armasi xabardor qilinmagan bo'lsa, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Agar staj bo'yicha savollar bo'lsa, har doim asl nusxalarni va ularning nusxalarini o'zingiz bilan olib boring. Asl nimani yozish kerak? Agar siz ma'lumotlaringizni tuzatishga murojaat qilsangiz, pensiya jamg'armasi xodimiga o'zgartirilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar va ularning to'g'ri variantini ko'rsatib, yozma ariza topshirishingiz kerak. Arizada o'zgartirish sababi, masalan, familiyam o'zgarganligi sababli aniq ko'rsating. 2. Ijtimoiy qo'shimcha to'lovlar va nafaqalar haqida ma'lumot oling va murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Astirish pensiya jamg'armasining rasmiy sayti, My.Gov.uz portali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, shuningdek mahalla fuqarolar yig'inlari orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Astirish nimalarni bilish kerak? Siz o'zingizning ijtimoiy ahvolingizga mos keladigan yangi qo'shimcha to'lovlar yoki nafaqalar mavjudligini bilib oling. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu yolg'iz yashovchi pensionerlar, surunkali kasalliklarga chalinganlar, nogironligi bo'lgan qarindoshlarni parvarish qiluvchilar uchun bo'lishi mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Ushbu nafaqalarning har biri uchun o'ziga xos hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchilar uchun mahalla fuqarolar yig'inidan berilgan ma'lumotnoma, sog'lig'i yomon bo'lganlar uchun tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasining xulosasi. Nogironligi bo'lgan qarindoshini parvarish qiluvchilar uchun esa qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar va parvarishga muhtoj shaxsning nogironligi haqidagi hujjatlar. Hamma hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Nimani yozish kerak? Yangi nafaqaga murojaat qilish uchun standart shakldagi ariza to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Bu arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, siz murojaat qilayotgan nafaqa turi va uni olishingizga asos bo'luvchi holatlar aniq ko'rsatilishi shart. 3. qadam, pensiya masalalari bo'yicha maslahat oling. Qayerga borish kerak? Agar sizda pensiyani hisoblash metodikasi, mehnat stajini tasdiqlash yoki boshqa murakkab savollar bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan borishingiz yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, ularning rasmiy veb-saytida tez beriladigan savollar bo'limi ham mavjud bo'lishi mumkin. Nimalarni bilish kerak? O'zingizning savolingizni aniq shakllantiring. Agar siz pensiyangizni qayta hisoblashni xohlasangiz, mehnat daftarchangiz va ish haqi haqidagi ma'lumotlarni tayyorlab qo'ying. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, mehnat daftarchasi, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar agar mavjud bo'lsa, nimani yozish kerak? Agar maslahat bilan kifoyalanmasangiz va rasmiy javob olishni istasangiz, yozma so'rov yoki ariza qoldirishingiz mumkin. Unutmang, bu o'zgarishlar sizning foydangizga xizmat qilishi mumkin. Lekin buning uchun siz faol bo'lishingiz va tegishli qadamlarni qo'yishingiz kerak. Hech qanday ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang, chunki bu sizning moliyaviy barqarorligingizga ta'sir qiladi. Xulosa qilib aytganda, Irmaydan kuchga kiradigan yangi qoidalar pensiya tizimini zamonaviy va adolatli qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Raqamli verifikatsiya, yangi ijtimoiy qo'shimcha to'lovlar va hisoblash metodikalaridagi o'zgarishlar, bularning barchasi sizdan hushyorlikni va faol ishtirok etishni talab qiladi. Shaxsiy ma'lumotlaringizning to'g'riligini tekshiring. Yangi imtiyozlar haqida ma'lumot oling va ulardan foydalanish uchun murojaat qiling. Agar sizda qandaydir shubhalar bo'lsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasi mutaxassislariga murojaat qiling. Ular sizga har tomonlama yordam berishga majbur. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos ushbu o'zgarishlar haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu ma'lumotlar boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishda yordam beradi. Sog' bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.